Assalomu alaykum. Hozir aka javobdamizmi? Boshqa tuzumsiz bugunga necha partiya? Bugunga 4 partiya qo'y chiqaraman. 2 partiya ina bola, 1 partiya qisir sog'liqlar. Yemlagani qurolliqqa tayyorlayman degan obunachilarimizga badani semiz. Burray tayyor bo'ladi. 3 ta bor shu noyoblaridan qo'ylar ko'rsatdim. Xo'p, hurmatli obunachilar, yana Buvasher ukamizdan, Optimchi ukamizdan tanliq variantlardan bir dona ona bola, bir dona boladan ajragani o'ta noyobi, ko'paytirib yuradigan variantlaridan, o'ta gigantidan kelibdi. Haqiqat. Assalomu alaykum. Kanalimizning ashaddiy obunachilari, chorva ishqibozlari, qo'y ishqibozlari, akalar bugun syomkamiz Namangan viloyati, Namangan tumani o'sha arzonchilar tepa qo'rg'on qishlog'idan olib boryapmiz. Qo'llab-quvvatlab turinglar, Xudo xolasa sizlarga qo'yiladi. Chiroyli qilib yoritib berishga harakat qilamiz. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib, bittadan like bosib qo'llab-quvvatlab qo'ysalar, Xudo xolasa sizlarga qo'yiladi. Zo'rlaridan arzonlarni zotga deysizlarmi, qanaqasi qo'chqorimi, sovlig'imi hammani chiqarib berishga harakat qilamiz. Bu ashir avvalo yeb ichishlari yaxshimi? Yeb ichishlari nihoyatda xo'ra. Yedirib ichirib borgandan keyin sinab olishaveradi. Bemalol, garantiyasi bor. Oxirigacha kuzatib turinglar. Haqiqiy tiniqlaridan bor ekan. Qaysi endi bu qaysini bolasi buni? Mana kashtanni bolasi. Mana kashtanni bolasi qo'chqora, haqiqiy ikkinchi bolasi. O'ta sifatagan. O qaranglar, uzunligini ko'z bilan ko'rsalar bu o'ta katta ekan. Telefonda kichikroq ko'rinyapti. U katta qo'y ekan, juda uzun qo'y mana. Haqiqiy tiniq variantidan mana ko'paytirib yuraman kashtan deganlarga. Jullari ham mana o'zi tulagan, bu olinmagan junni. O'zi tulagan variantidan. Yuzlarni qaranglar, quloq boshlari ham butun, orqalari ham haqiqiy kelgan variantidan, bolasini ham tiniq boqibdi, bolani ham chiroyli beribdi. Haqiqiy. 1,5 oylik bolasi. 1,5 oylik. Nechinchi bolasi Bosher bu? Ikkinchi bolasi. Ikkinchi bolasi, ha? Oldini kengligini qaranglar, to'shlarni, oyoq joylashuvlari ham o'ta keng ekan, o rangni qaranglar. Mashalloh, haqiqiy ko'paytir. Bu bo'g'oz emasmi Bosher? Qonni juda katta. Unisini bilmaymiz ama. Bu endi qo'chqor yo'q ekan ichida. Dalani qo'yamlar tez qochadi. Mana it ham semizda, baland qochib ham bo'lishi mumkin akalar, lekin garantiya unda qilib berib, unda yo'q narsaga hali qilinmaydi. Xo'p, tiniq variantidan qo'ylar o'ta charsagan. Xo'p, bo'ldi, o'zi yaxshi turibdi. Mana qo'chqor bolasi. Nech pul bu ona bola? Hali partiyamiz ko'p ekan, tez Bosher narxi 1,5-chi. Ona bolani 9 millionga beraman hozir aka. Kamichi? Kamaytirib beramiz, xolos obunachilarimizga. Yo'q, zo'r ekan, lekin bir kishi masalan ko'paytirib mahnaqani qidiryapti turganlar ko'p edi, havas qilganlar bor. Masalan, Bosher o'ylab, yillab pul yig'ib olaman deganlar bo'ladi-da, shunga bir kelishtirib narxini ham hozir aytishsa ham foyda qilaveradigan qilib bering. Yo'q, to'g'ri. Aytyapti, mana qo'ylar tekdan. To'g'ri, o'ta boshqa narsa ekan. Chunki dollarga qo'ysa ham olisham. O qaranglar, qo'ydi uzunligini o'ta bahaybat. Ko'z bilan ko'ringlar qo'yga, haqiqiy bu hech qanday qo'ylardan qo'yma. Bolani ham ko'ringlar, qo'chqora bo'libdi, haqiqiy. Boshqa kelishtirib bering. Olishsa oxirini ayting. Toshkentgacha dastavkasi bepul 8 million 700 mingga beraman. 8,5 million so'm qilaylik shu ani. 8,5 ga to'g'ri tushuning o'zi 200 ming o'tib bermoqchidim. 300 ming o'tib beraman. Telefon qilsa xayri bor. 8,5 ga beravering. Boshida bir boshlangchi. 8,5 ga bizga qo'shib berishadi hozir aka. Qoplamay qoladimi? Bosher. Bunaqa qo'ylar o'zini ham 7 million 6 million chiqaryapti. Yo'q, to'g'ri. To'g'ri chiqarishyapti. Buni mana ko'pchilik dollarga deb ham chiqaradi bu qo'ydi mana. Odamiga tushib qolsa bari bu qo'ydi. Bu qaranglar, sifatni o'ta gigant, o'ta tiniq variant. Kashtan qo'chqorim bor degan aka-uka hoji bolaga shuni qo'shib bolani yana dang'illatib olishaveradi. Bemalol. Haqiqiy tiniq variantidan ekan. Ko'paytiraman mana shunaqa o'zi tulab, bundaqa simjum bo'ladigan variantlardan deganlarga u bo'yinda ham uzunligiga e'tibor beringlar. Haqiqiy boshqa narsa ekan, jonivor. Bosher bering 8,5 ga. 8,5 ga qo'shib berishadi, 87 ga o'tib beraman. Telefon qilsa hayr. O'rtada ekanda. 86 ekanda. 86 ga beraman. Baraka, labizmi? Yaqinroqqa bo'lsa ozmoz o'tib berasizmi yana? O'zimizga bo'lsa shayga.
Ayrini qilib beraman. Gap yo'q. Baraka. Labza, yeb ichishlari tuzuk, so'rash kerak. Mana yakka qisiringiz nima endi? Bu ham o'ta katta qo'y ekan. Qonini qarang, bu yeb ichishi vash Bu- xo'roq qo'y ekan. Boladan ajraganda. Boladan ajragan bu, ha. Bu ham haqiqiy ko'paytirgan noyob variantidan ekan. Mana qaranglar qo'ydi. O'ta tiniq. Bu yosh qanaqa uni bu o'sha? Yoshi 6 tish buni. 6 tish, ha. Yana bir ek partiya bolani olib, keyin chiroyli qilib yemlab olsalar bo'lar, hozir yemlasalar bo'lar, et o'zi baland ekan, yemdi. Shuni to'kib qo'ysalar ko'taraveradigan variantidan. Eti ham baland ekan, lekin haqiqiy oyoq qo'llari ham baquvvat, yukdi, yoraveradigan variantidan ekan shu ko'kam. Mana. Qo'ylar xudo xolasa sahrab turibdi. Badan Mana. hozir ham O'ta tiniq variantida. Nech pul pulini ayting, boshar uni? uni unaqa 5 million, 6 million emas, 4 million, 8 million. Kamichi? 200 ming kamini qilaylik. 4 million qilaylik. 4 millionga to'g'ri kelmaydi, nomraka. 4 million boshar. 4 millionga beramiz, nima? Bering 4 millionga. Yaxshi bo'lyapti lekin. Mana. Ashu o'ta kattanisi ko'z bilan ko'rsalar ekko ham o'ta bahaybat 5 qo'ygan million, jonivorlar. 5,5 million emas, 4 million 800 berilsin, o'tib beraman. 4 million 800 ming so'm. Ha. O'tib bering chiqanti zo'ra ustida mashida 800 ming o'tib beraman, 4 million 600 mingga Toshkentga dostavka qilib yetkazib beraman. 4,5 ga berar ekansizda, boshar. 4 million 600. 4,5 ga beravering. Yengil baraka o'ring. Sizga 5 million 6 million chiqib. optimchi bolaga yarashmaydi uka. Dangal gapga olib o'tirasizmi uyda qo'yiladi. Sotaman. Sotasizmi? Sotsangiz dangillating, qolganini obunachilarga qo'yib qo'ying. Qo'lni bering, siz bilan baraka qilib qo'yaylik. Mana. Buni 86 ga, narigisi 4,5 ga sotildi baraka. Barakahini ursin mana. Haqiqiy mana olganga ham, sotganga ham barakahini bersin. Ko'z bilan ko'ringlar qo'ydi. O'ta tiniq variantlaridan 2 dona mana ona bola yakkasidan. Oxirigacha kuzatib turinglar. Yana arzon variantdan qisirlardan bir turgan puldan foyda yo'q deb yemni to'kib, yemdan problema yo'q degan aka-uka hoji bolamizga shuni dangillatib yem to'kib bog'voradigan variantidan, yuk beradigan variantidan yana ona bolalardan ham chiqar ekan, hammasidan. Mana yurish turishlarda ham muammo yo'q. Xo'p, keyingi partiyalarimizni o'tamiz. Bunda qanaqa ma'lumot qolib ketgan bo'lsa, ekranda nomerlar qoldirib, bemalol aloqa chiqaverasizlar. Meni pulim bekar turibdi degan aka-uka hoji bolamizga mana qisirlaridan o'zi yeti baland ekan, yemni shunday to'kib turib, bog'voraman qurbonlikka deganlarga o'ta suyakliklardan yuk beradigan variantidan 8 dona mana hammasi qisir, boladan ajragan, et boshlari baland, hamma tomon quruq qolgan yer yo'q, yoshroq variantidan haqiqiy million foyda qilib olaman deganlarga tiniq tavsiyasidan. Boshqa yeb ichishlarni aytmasak ham bo'ladi. Tashlanib turibdi hammasi mana. Haqiqiy tiniq suyaklik, o'ta suyaklik variantidan ekan mana. Yosh qanaqa bular? Yoshi. 6 tish, 4 tish, 6 tish. 4 tish, 6 tish. Qolgani yosh. Bitta 8 tishi bor mana. Xudo xolasa tiniq variantidan turgan puldan foyda yo'q. Olib bir qur yemlavaringlar. Yemni ko'tarib yuboradi bular. Ozg'in emas-da, chunki eti oriq emas, hammasi yemni to'kib boqsalar ham bo'laveradi. Qurbonlikka chiroyli foyda qilib olaman deganlarga tiniq variantidan 8 dona mana. Boshqa narxlarni ham yengil qilib beraman deyaptilar. Xudo xolasa ranglari qora, sariq, hammasidan xudo xolasa kashdan o'zi tulyapti mana jonivorlar. Tiniq, semirish, haqiqiy semirishga keldi mana. Mana hammasi o'sha suyakli variantidan yukni yorvoradigan variantidan. Hozir ham badan semiz, nozirlik. Semiz ekan, ko'rdim. So'ysangiz ham bo'lavergan, 85 sonlarga so'ysangiz ham bo'lavergan. Badani kuchli, ishonch aytyapman, tavsiya qilaman. Yemni to'k boqvorsalar ham bo'ladi. Tarsillab ketadi jon mana. Asli baqilsa o'zi qurbon. Qo'llar ham kengayib ketibdi mana. Qorinlar ham kengayib, 3 oylar kengaygan mana. Yosh varianti haqiqiy. Hammasi mana shunaqa. Tulyapti. Shularga tiniq semirib turgan bo'ladi. Qo'ylar qiziyotibdi jonivorlar mana. 8 don. Boshqa nech puldan bir yerga? 4 million, 3 million 800 dan ketaveradi Nozir aka. 3 million 800 ming so'mdan. 4 millionda o'rganib qolibsiz shekilli. 3 million 800 ming so'mdan. 3 million 800 mingdan. Kamichi, kami. Qaytadan gapiringchi, men eshitmadim bu gapni. Hech kim eshitmadi. Siz o'zingizcha gapirib qo'ydingiz. Bo'ldi, 3 million 700 dan berishsin. Qanday deyman, boshqa. Aka qo'ylar arziydi mana. Hammasi yosh. Yo, to'g'ri. Qo'ylar haqiqiy arziydi. Et boshlab baland qo'yiladi. Suyakli ekan. Mana
tiniq variantidan, lekin hammasi biriga ketyapti. Boshqa bir kishi sizdan shuni foyda qilib turib, o'ziga ashi boladan oldim, foyda qildim deb bir duo qilib qo'ysam, ichida bo'laveradi, tiyaveradi. Hech qachon siz o'zingiz ustingizda duo qilishi, unaqa yerti yo'q mana. Mana hurmatli onalar, tiniq variantidan ekan mana. Qani? Mana, bu qara. Mana yosh variant. Xudo xolasa zo'r ketadi. Ha, farqi yo'q. U bularga yana qo'chqorni bir ko'paytirib olaman deganlarga, qo'chqorni qo'shib, bolani olib ko'paytirib yuraman deganlarga ham zo'r variant ekan, yosh variantidan mana. O'sha qaytadan ayting, narxi? 3700 dan. 3700 dan demang. Bo'ladiganini ayting. Oxirini aytaymi? Ha. Bo'ldi. 35 dan beraman. 3,5 million. 3,5 million so'mdan. 36 dan ham bor. Dastlabki qayerga davr? Toshkentgacha dastlab. Endi sal ko'nimdagidek gap gapirdingiz endi. Narxni ko'nimdagidek aytdingiz. Endi mana. Hammasi yosh qo'ylar, xudo xolasa, yo'q. Menga ha deng boshi. Men savdogarman. Men bittada ko'rib bilaman qo'yda, lekin men men valenga o'rganib qolman-da, og'amdan keyin menga foyda qilish kerak bor, ash narxga o'rganib qolman. O'shaning uchun men siz bilan talashyapman-da. Men og'amdan obunachilarga olyapmiz-da buni. Masalan, og'amdan foyda qilish kerak-da, bu bunday olib chiqqandan keyin. Olmoqda uka sotmog'i bor. Yerda uyolib qolmang-da, ag'i ham bor mana. Haqiqat, qanaqa variantda. Bemalol, hurmatli obunachilar, ko'z bilan ko'ringlar. Bemalol o'g'lim, tavsiya qilaman. 3,5 million so'mdan. Yaqinroqqa bo'lsa ozmas hayron qilib berasizmi? Bir 5-6 qop kepaga olishadi-da bunga. Bo'sha jicha yemiz. Gap yo'q. Mana. Bitadi, telefon qilsa bor. Xudo xolasa telefon qilinglar. Tiniq variantidan bo'ldi, suyaklari o'ta buzuq variantidan, et boshlari ham baland. Bemalol endi qo'rqmasdan to'kib boqaverasizlar. Qurbonlikka duo qilinglar, xudo xolasa duoni qilib qo'yasizlar. Xo'p. Qolgan qanaqa ma'lumotlar qolib ketgan bo'lsa, bemalol ekranda nomerlarni qoldiraman, bemalol aloqa chiqib, ma'lumotlarni so'rayverasizlar. Keyingi partiyalarga o'tamiz. Oxirigacha kuzatib turinglar. Kimgadir qaytsangiz tushadi. Xudo xolasa hammasidan chiqadi. Biz kanalni dash kuzatib borsalar, qo'y zoti bo'lsa chiqaramiz. Qo'y nomiga qo'y bo'lsa bo'ldi. Xo'p, hurmatli obunachilar, so'nggi partiyamizga 5 dona ona bolani haqiqiy tiniq variantlaridan xudo xolasa ko'klam keldi. Mana yangi ro'zg'or aka ukalarimizga tavsiya qiladigan variantlaridan. Narxi yengilroq mana. Jonivorlar 4 donasi bolasi qo'chqor, 1 donasi sovliq ekan, sariq sovliq ekan. Sariq bolasi mana. Xo'p, bularni bollarini bir qur ajratib, onalarni yemlaversa ham bo'laveradigan variantlardan bir ikkitani junni taylab olib qo'yishgan ekan mana. Suyali variantlaridan. Haqiqiy. 5 dona ekan-a? Dolada ham ko'paytirib yurgan. Nechinchi bollari boshar endi bular? Bu birinchisiniki, qolgani ikkinchisi. Birinchi, ikkinchi, uchinchi mana. Haqiqiy. Bollarni ham chiroyli boqqan ekan. Mana. Qo'ygan variantlar. Chekkadagi bolasi sariq. Yem chekkadagi. Yemga tashna juda yemdan problema yo'q degan aka ukalar. Shunaqa variantidan. Xo'p, narxchi boshqa yeb ichishini gapirmasak ham bo'laveradi, tashlanib turibdi. Nech puldan? Bir joyga olsa 5 million 600 mingdan beraman. Kamichi? 7dan beraman. 5 dan bo'lmaydimi? Yo'q, 5 dan to'g'ri kelmaydi. Qancha o't berasiz? Bir labis qancha? Labis 100 million. Oxiri 5,5 milliondan. 5,5 million so'mdan. Hop, bir qator ko'rsataylikchi. Hurmatli obunachilar, mana yaxshilab ko'rib olinglarchi. Haqiqiy shu men aytgandek, onalarni yemlaversalar suyalib qo'ylar ekan. Qana, qo'chqor, ha. Qo'chqor. Bolalar tekinga qolib ketadigan variantidan. Xudo xolasa. Boshi yana qancha o'tib bermoqchisiz? 5,5 milliondan yana 100 ming o't beraman. 5 million 400 ming so'mdan. Qayerda u dastlabki? Nega yaqinroqqa so'rashsachi o'zimizga vodichiga. Ishi bitadi. Labis. Qaysi partiyadan yoqqan bo'lsa telefon qilinglar, xudo xolasa ishlaring bitadi. Mana qo'yiladi. Qo'ldan kelganicha kimgadir qanday telefon qilinglar, ishlaring bitadi. Xudo xolasa arzon narxlarda bo'ldi. Tavsiya qiladigan variantlardan qaysi partiya yoqsa ham telefon qilinglar. Mana qo'ylar, xudo xolasa 4 tasi qo'chqor,
Bitta u kattasi sovuliq. Bemalol o'rnini bosaveradi. Chunki u katta ekan. Qo'chqorda o'rnini bosib beraveradi. katta bo'lib qoladi, aylantirib Shu aytib o'tganda bir qo'l bolasini ajratib tassalar, ko'klam keldi, sohas sarin ketadi bolalari, xudo xolasa. Onalarni yemga tashlaversalar ham bo'laveradigan variantidan. Xo'p, videolarimizni xato kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr, sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar, hammalarning chorvalaringga Alloh baraka bersin. Bizni kuzatib boringlar. Xudo xolasa, like-ni bosib gumbillatib tursalar, sizlarga shu har doim aytib o'tadiganday qo'ydi zotga deysizlarmi, qo'chqorimi, sovlig'imi, xudo xolasa qo'ldan kelgancha chiroyli narxlarda chiqarib berishga, yoritib berishga harakat qilamiz.